butilka yig'ib qaytish kerak. Mana bu yoqda otamiz. Butilka bormikan o'zi bu yerda? Yo'q, hammaga salom sizlar bilan Felix. Biz bomujga bo'lib qoldik. Bomuj. Butilkalarni yig'amiz. Yana butilka. Shishalarni yig'amiz. Va mana bu yerda shisha beramiz va qayerga ketdi bo'ldi. Ketib berib qo'yish kerak shishalarni. Assalomu alaykum. Bomuj qadasa ustiga sosyapti. Yaxshi. Harbiy butilka necha ming berasiz? Bitta butilkaga 2 zumrad yoki bitta olmos. Juda ham yaxshi. Unda men 7 beraman va 12 ta izumrud va bitta olmos olaman. Bu mayli. To'g'ri oldimi? Ko'proq olib ketsa ko'chidayman. Xo'p. To'g'ri oldi mana. Endi nima qilamiz endi? Yana bitta butilka bor ekan. Oldimi? Orqamizda mashina qoldi. Yana bitta butilka topib oldim. O'zimni topib ketaman. Chiqqanmiz endi. Ovozi balandroq qilib olamiz. Aka, yana qayerda butilka bor? To'g'risini bilmayman o'zim ham. Xo'p, mayli, magazinga borib ertaga obed kerak, shuning uchun. Assalomu alaykum magazin. Bomuj qanchasi? Ustimga ham so'rayaptim. Nima qilib yursa bu yerda? Magazinga keldi. Menda pul bor. Kartoshka necha ming turadi? Bitta zumrudga ikkitasini ol. Yoki mana bu narsamiki. Kartoshka bilan qiyor bu. Bitta zumrudga ikkita keladi. Unda men sizga ikkita zumrud va 1 2 olib ketaman. Nonchi? Non bitta olmas. Bitta olmas ikkitasi beraman. Bitta olmas. Unda kakras bitta olmas beradi-ku. Va steak necha ming? Bir steak 1 izumrud. Bir steak 1 izumrud bo'lsa mana va mana. Obed ham tayyor. Va yana butilka qayerda bor ekan? Qo'shni uyga borib kelaylikchi. Bu yerda narsa bo'lishi kerak edi. Kirkon ol degan dedi. Nima demoqda non bor ekan, nonni yeymaymiz. Nonni o'zi yeyib beradi. Mana buni olib borib kerak chiqani. Assalomu alaykum. Va alaykum. Ish bormi, ish? Ha, ishga bor. 25 ta tosh olib kel, beraman. Xo'p, 25 ta tosh. Kirkon bormi? Ha, kirka bor. Musorkada yo'q chiqar. Musorkada yo'q. Kirib tosh olib kelamiz. Merdina olib borib kelamiz. Qani. Qani toshlarni olaveramiz. Sizlarga tosh qolgan dedi va sizlar videoga like ni bosib o'tiramiz. Bo'ldi. Keyingi qismini chiqish uchun 10 ta like bo'lishi kerak. Qani 25 ta dedi. 1 2 3 4. 25 ta bo'ldi. Qani qilib chiqamiz. Ochamiz. 1 2 3 4 5. Va merga ham borib kelamiz. Qisqa deb aytganda, rais va mana 25 ta tosh. Necha ming bu 25 ta tosh? 5 ta izumrud bo'ladi. 5 ta izumrud. Olmasmi? 5 ta izumrud bo'lsa, 5 ta izumrud. Biz nechta oldik? Birinchi qayta qo'yamiz va bo'ldi, 5 ta izumrud oldik. Va uyga borib kelamiz. Boshqa qayerda butilka bo'lishi mumkin. Uyga borib kelamiz. Mana
Bitta markov tushibdi. Bu yerga yordamlashamiz. Nima qilyapsan daraxtasidin? Biz sizga yordamlashamiz. Kerak emas sizga yordamim. Ketlaroq. Xo'p, mana buni ko'taraylik. Va uyga borib, nimalarda qon bor ekan. Kirib ko'raylikchi, nima bor ekanini bilib olaylikchi. Va hech nima, bu yoqda o'zimiz uy qurib olsak ham bo'ladimi demayman. Osti ham yana bittasi bor ostida. Tagda. Bu yerga uy qurib olish kerak. Uyga borib ko'raylikchi birinchi. Sandiq ham yo'q uyda. Merdan sandiq so'raylikchi. Sandiqqa bormagan sandiq. Mana bu yerda. Bo'lmasa kelgan olib daraxt sindirib olsak nima qiladi? Nari yoqlardan. Esa nari yoqda o'ynab turgan mer ko'rib qolsa o'ldiradi. Daraxt sindirayotgan ko'rib qolsa. Va mana bu yerda sindiramiz. Birinchi versa kerak bo'ladi. Qo'l bilan sindirsak qo'limiz og'rib qoladi. Qani. Sindiraveramiz. 4tasi yetib qolish kerak. Yo'qda konsol qilishimiz bo'ldi. Va juda ko'rmading hech nima. Va bitta sandiq. Bitta sandiq ishiga hammasini solib qo'yamiz. Pulni solish kerak, pulni. Va bugungi videomiz shu bilan tugadi bolalar. Sizlar bilan Felix. Sizlar bo'lsa videoga like, kanalga obuna bo'lamiz. Davaydi.